Qul o'z qulligini bilishi kerak. Rububiyat va ulug'iyat faqat Alloh azza va jallaga xos narsadir. Ya'ni yer yuzida qanday zalolat bo'lsa, uni manbai shaytondir va uni shaytonga nisbat berilishi to'g'ridir. Masalan, hozir kunimizda biz kim shaytonga sig'inadi desak, satanist degan odamlar sig'inadi. Chunki barcha shirkning, barcha ma'siyatni, barcha bid'atlarning asosida shayton bor. Shayton odamlarni yo'ldan adashtirgani uchun odamlar ham Allohga shirk keltiradilar. Xo'p, unda tog'ut kim deyishdi? Tog'ut esa bu butlarni oldida turgan va butlarni nomidan odamlarga yolg'on gapiradigan va ularni adashtiradigan kishilardir. Barcha payg'ambarlarning umumiy da'vati mana shu bo'lgan. Islomning asosi, islomning mohiyati kishini tog'utlardan ijtinob qilishi va ulardan uzoq turishidir. Tabiiyki bu yerda aqlimizga shu savol keladi. Birinchisi, tog'ut nima? Ya'ni payg'ambarlar nimani tog'ut deb odamlarga tanitganlar? Ikkinchisi esa tog'utga kufr keltirish yoki tog'utdan ijtinob qilish qanday bo'ladi? Ya'ni nima qilganimiz taqdirda biz tog'utdan ijtinob, ya'ni uzoqlashgan bo'lamiz? Tog'ut nima degan savolga javob beradigan bo'lsak agar, ya'ni barcha payg'ambarlar insonlarni qaytargan narsa. Tog'ut arab lug'atida haddidan oshgan har narsadir. Masalan aytaylik, men mana bu stakanga suv to'ldirganimda, suv stakandan toshsa, ya'ni suvni haddi stakanning eng yuqori qismidir desak, agar suv bu hududdan oshsa, biz bunga arab lug'atida tug'yon deymiz. Tog'o deymiz. Alloh azza va jalla Nuh alayhisalomning qissasini bayon qilarkan aytadiki: Inna lamma tagal ma'a hamalnakum fil jariya. Suv tug'yonga kelgan paytda sizlarni kemada ko'targanmiz deydi Alloh azza va jalla. Suv tug'yon qildi nima degani? Ya'ni suv insonlarni bo'yini oshganda, insonlarni o'z ichiga olgan holatini Alloh azza va jalla bunga tog'o dedi. Yoki bilasizki, Firavun o'z qavmiga aytgan edi: Ana robbukumul a'la. Men sizlarni oliy Robbingizman degan. U Musa alayhisalomga aytdiki: La in ittakhadha ilahan ghayri la aj'alannaka minal masjunin. Agar mendan boshqa iloh qilib olsang, seni zindonga tashlayman dedi Musa alayhisalomga. U bu bilan nima qildi? Haddidan oshdi. Chunki qul quldir, Alloh Allohdir. Qul o'z qulligini bilishi kerak. Rububiyat va ulug'iyat faqat Alloh azza va jallaga xos narsadir. Qachonki Firavun haddini oshib, men sizlarni Robbingizman deganda, Alloh azza va jalla Musa alayhisalomga aytdiki: Izhab ila fir'auna innahu tagha. Firavunga bor, chunki u haddidan oshdi, tug'yon qildi dedi. Demak biz arabchada lug'aviy jihatdan haddidan oshgan har narsaga tog'ut deyishimiz mumkin yoki tug'yon deyishimiz mumkin. Xo'sh, istilohdachi, ya'ni Qur'on sunnatda tog'ut deganimizda nimani nazarda tutamiz? Umar roziyallohu anhu tog'ut so'zini tafsir qilarkan, tog'ut shaytondir deganlar. Tog'ut shaytondir. Ibn Kasir uni bu fikriga sharh berarkan, ya'ni nega tog'ut shaytondir degan gapga. Albatta bu fikr juda kuchli fikrdir degan. Ya'ni Umar roziyallohu anhu ning fikri. Chunki bu johiliya ahlini butlarga ibodat qilishi, butlardan yordam so'rashi va butlar oldida muhokama bo'lishni ham qamrab oladigan barcha zalolatlarni ifodalaydi. Ya'ni yer yuzida qanday zalolat bo'lsa, uni manbai shaytondir va uni shaytonga nisbat berilishi to'g'ridir. Masalan, Alloh o'zidan boshqasiga ibodat qiluvchilarni bayon qilarkan, Qur'oni Karimda aytadi: Iyad'una min dunihi illa inatha va iyad'una illa shaytonan marida. Ular Allohdan boshqa faqat urg'ochi mavjudotlarga duo qiladilar. Aslida esa ular faqat isyonkor shaytonga duo qiladilar. Holbuki Makka mushriklari shaytonga sig'inishmas edi. Masalan, hozir kunimizda biz kim shaytonga sig'inadi desak, satanist degan odamlar sig'inadi. Lekin Alloh azza va jalla ularni Lotga, Uzzoga, Manotga qilgan ibodatlarni ular isyonkor shaytonga sig'inadilar deb aytdi. Nega? Chunki barcha shirkning, barcha ma'siyatni, barcha bid'atlarning asosida shayton bor. Shayton odamlarni yo'ldan adashtirgani uchun odamlar ham Allohga shirk keltiradilar. Yana Alloh azza va jalla qiyomat manzaralaridan birini bayon qilarkan, Alloh azza va jalla qiyomat kunini shunday tasvirlaydi: Wa yawma yahshuruhum thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Alloh o'sha kuni barchalarini tiriltiradi. Keyin farishtalarga, mana shular sizlarga ibodat qilarmidi deydi. Chunki bilasizlar, mushriklardan ba'zilari farishtalarga ibodat qilayotganlarini aytishardi. Alloh azza va jalla esa so'raydi: ular sizga ibodat qilganliklarini da'vo qilishyapti. Shu narsadan xabaringiz bormi? Farishtalar aytadilar: Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Allohim seni poklaymiz. Sen bizni do'stimizsan, ular emas.
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Aksincha ular jinlarga ibodat qilar edilar. Ya'ni masalan odatda Makka mushriklari jinlarga ibodat qilishmas edilar. Lekin Alloh azza va jalla ularni qilgan ishlarini jinlarga ibodat deb ataydi. Nima sababdan? Qaysi bir zalolatni manbasi kim bo'lsa, o'sha zalolatni unga nisbat berishlik to'g'ridir. Tabiiy ravishda butun yer yuzidagi zalolatlarning asosi ham shayton bo'lgani uchun Umar roziyallohu anhu tog'ut shaytondir deganlar. Ibn Abbos esa Qur'oni Karimning oyatlaridan tog'utni tafsir qilarkan, tog'ut nima deganda shunday degan. Demiştir ki cibt Jibt butlardir. Qur'oni Karimda bir oyatda Alloh azza va jalla tog'ut tushunchasini jibt tushunchasi bilan birga zikr qiladi. Ya'ni ahli kitobning yetakchilari haqida gapirarkan, diyor ki yu'minuna bil cibti ve tağut. ular jibtga va tog'utga iymon keltiradilar degan. Ibn Abbos aytadi, jibt butlardir. Xo'p, unda tog'ut kim deyishdi? Aytadiki, tog'ut esa bu butlarni oldida turgan va butlarning nomidan odamlarga yolg'on gapiradigan va ularni adashtiradigan kishilardir. Demak, Ibn Abbosning nazdida tog'ut bu odamlarni adashtiradigan tirik mavjudotlardir. Bu nimani anglatadi desangiz, birodarlar, shu narsani. Masalan aytaylik, shunday deb so'rasak. Sizni ilohingiz kim? Ya'ni makkalik mushriklardan sizni ilohingiz kim desak, ular nima deyshadi? Bizni ilohimiz Lot deyshadi. Endi har bir inson o'z ilohini undan nima qilishini xohlayotganini bilishni istaydi. Ya'ni ilohim mendan nima qilishimni istaydi? Qanday qullik qilishimni istaydi? Inson buni bilishni xohlaydi. Endi borib Lotdan so'rasak, "Ey Lot, ya'ni ularni tilidan gapiryapman. Allohdan panoh so'rayman. Sen bizni ilohimizsan. Xo'sh, biz nima qilganimizda senga qullik qilgan bo'lamiz" deganimda, Lot menga javob bera oladimi? Lot menga javob bera olmaydi. Xo'sh, kim menga Lot mendan nimani xohlayotganini ayta oladi? Menga Lot seni ilohing deb meni aldagan kim bo'lsa, Lotning nomidan gapiradigan ham o'sha bo'ladi. Va barcha mushrik jamiyatlarning umumiy xususiyati ham shudir. Mushrik jamiyatlarga iloh tayin qilgan kimsalar aslida o'zlarini iloh qilib olishgan. Ular o'sha tosh, quyosh, daraxt nomidan insonlarga ilohlarning xohishlarini yetkazadilar. Masalan shunday o'ylang. Abu Jahl makkalik mushriklarga sizni ilohingiz menman desa, yoki Valid ibn Mughira sizni ilohingiz menman desa, insonlar sen iloh bo'la olmaysan, mumkin emas deyshadi. Ammo ey makkaliklar, sizni ilohingiz Lot desa, tabiiy ravishda makkaliklar so'raydi, xo'sh, ilohimiz bizdan nimani istaydi? Xuddi shunday ilohlarni tayin qilganlar kim bo'lsa, o'sha ilohlar nomidan odamlarga gapiradiganlar ham ular bo'ladi.